Assalomu alaykum. Demak, sizlar menen kompyuter tarmoqlari fani desak bo'ladi. Sabog'ining demak 4-videosini tayyorlab o'tiribmiz. Ya'ni 4-sabog'idamiz. Bundan oldingi birinchi sabaqda bu Packet Tracer programmasini yüklab aluv ham kompyuterimizga o'rnatuv haqida bo'ldi. Ikkinchi sabog'imizda bir lokal tarmoqdan qanday qilib kompyuterlarda joylashtiramiz va switchdan, ya'ni kommutatordan foydalanamiz. Ya'ni birinchi lokal tarmog'imizda joylatdik. Undan keyingi 3-sabog'imizda birinchi lokal tarmog'imizga ikkinchi lokal tarmoqni qo'shdik. Ham bu lokal tarmoqlar orasida ma'lumot almashuv uchun router kerak ekanligini ko'rsatdik. Ya'ni routerimizning, ya'ni marshrutizatorimizni ne uchun kerakligini haqida bo'ldi. Bularning hammasini sizlar bilan simulation rejimida ko'rdik. Ya'ni mavjud simulation rejimi bo'lsa, demak har bir prosesda qadam-be-qadam, ya'ni adim-adim ko'rishimiz mumkin ekan. Endi bu yerda ma'lumotlarimizni sal jinastiramiz, ya'ni bir ekranda ko'rinadigan harakat qilamiz. Ya'ni bu yerda bir ekranda ko'rinib turibdi, ham bu yerda ma'lumotlarimiz qanday ko'rinib turadi. Endi hozircha real time rejimini o'tib turamiz. Real time deganimiz bo'lib o'tgan ma'lumotlarimiz. Ya'ni bo'lib o'tgan voqealarda real vaqt rejimida baqlab barlab bo'ladi. Endi bu sabog'imizda, 4-sabog'imizda marshrutizator, ya'ni routerning ahamiyati ham buning roli haqida bo'ladi. Router, marshrutizator ne uchun kerak? Buning qanday xizmatlari bor? Birinchi o'rinda bu routerimizning diqqat vazifalaridan biri bu har xil lokal tarmoqlarni bir-birini bog'lanishtiruv qurilmasi, ya'ni tarmoq qurilmasi. Bundan keyin bu routerning ikkinchi vazifasi, ya'ni bu router qo'shilgan shep tarafda bo'ladimi yoki o'ng tarafda bo'ladimi, har xil tarmoqdagi qo'shilgan har bir qurilmalar uchun bu tarmoqdan chiqib ketuv esigi, ya'ni darvozasi deb tushunsangiz bo'ladi. Ya'ni sizlar uyingizda Wi-Fi routerlardan foydalanib o'tirgan bo'lsangiz, ya'ni bu Wi-Fi router orqali siz internetga qo'shilib o'tiribsiz, ham bu orqali demak siz internetdan boshqa ma'lumotlar foydalanib o'tiribsiz. Tap shunday bu yerda o'sha lokal tarmog'imizdagi, masalan, 1-chi, 2-chi, 3-chi kompyuterlarimiz bu lokal tarmoqdan tashqariga chiqish uchun, ya'ni bu lokal tarmoqdan tashqaridagi boshqa kompyuterlarga ma'lumot almashish uchun hamma ma'lumotni demak bu routerga jiberadi. Ya'ni bu routerning mana interfeysi bu lokal tarmoqqa tegishli bo'lgan IP adres bo'lishi kerak. Bu interfeysini deb najeriga qo'yadigan IP adresimiz, ya'ni bu lokal tarmoqqa tegishli bo'lishi kerak. Ya'ni routerga IP adreslar berishimiz kerak. Endi bugungi kunda ulama joyda routerlarga tarmoq administratorlari tomonidan sozlamalar keltiriladi. Ya'ni sozlagan vaqtimizda, masalan, routerning o'zini tanlaymiz. Birinchi, ya'ni mushka bilan bir tanlagan vaqtimizda, birinchi ochiladigan menyusi, demak, fizikalik menyusi. Fizikalik menyuda biz routerning har xil portlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu hozir men 4331 routerdan foydalandim. Buning nesini ko'rishimiz uchun bag'ana o'tgan saboqlarimizdagidek, ya'ni bu yerda RJ45 ni ko'rdik, tekshirdik. Ham shunday, demak, o'zingiz internetingizda demak izlov qatorida, demak, najeriga demak biz men hozir ishlayotgan routerimni yozib ko'raman, masalan. Okay. Bu kompyuterim salastil ishlab ya'ni shu balki nechta turdan turjasam bo'ladi. Cisco 4331 routeri. Endi ma'lumotlarni ko'proq ingliz tilida yozsangiz, tezroq sizga ma'lumotlar kenglab beriladi. Ham 4331 router fizikalik, ya'ni qattiq metallda ko'rimiz uchun kompyuterlarga o'xshagan bo'ladi. Ya'ni kompyuterlarga o'xshagan bo'ladi deb aytibman. Sebebi bunda demak,
Ko'pchiligimiz hozir laptop yoki notebookda ishlab o'tirgan bo'lsangizlar, oldingi vaqtlari demak kompyuterda bo'lgan, ya'ni kompyuterlarda demak shunday har xil portlari bo'ladi. Demak, hozir mening izlab o'tirgan 4331 routerim qandayda ko'rinishda bo'ladi oldi tarafi, orqa tarafida ham ko'rinishda bo'ladi. Masalan, 4331 routeri 2 gigabit Ethernet portlari bor. Ham bundan tashqari mana yerda ashiq walllar bor, ya'ni qo'shimcha network kart, ya'ni qo'shimcha tarmoq kartalarini qo'shishimiz mumkin. Tafsilotni demak mana yerda biz ya'ni packet tracerda routerni tanlagan vaqtimizda ko'rib turibmiz o'sha portlarni. Endi bu portlarni okey, keyinchalik yana kengroq ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Hozircha biz konfiguratsiya menyusida ya'ni grafikal ko'rinishda sozlamalar qilishimiz mumkin, biroq biz sozlamalarni qo'ldan kirituvni birinchi o'rganamiz. Ya'ni CLI deb bossak, bizning kompyuterimizda ya'ni CLI command line interface ya'ni buni Linuxda istaganda yoki Windowsda masalan buni hozir pastga tushib tursam, masalan Windows kompyuterimda ishlab o'tirgan bo'lsangizlar, Windows R knopkasini bossangizlar yoki bo'lmasa mana yerga kelib, ya'ni Windows 11 da ishlab o'tirgan bo'lsangizlar, mana yerga kelib, bu yerda cmd desangizlar, sizlarning ya'ni komanda kiritadigan qora ekran, ya'ni Linuxda terminal deyiladi. Mana yerda demak o'zining cmd aynasi command promptda ochiladi. Demak, sol ekranda demak ma'lumot yozadiganday ya'ni terminalimiz ochiladi. Okey, demak routerimizda sol CLI menyusini ko'rib, CLI menyusida biz bu routerning operatsion sistemasına kirishimiz mumkin. Okey, mening command promptim endi ochildi. Okey, buni job turaman, menga hozir kerak emas. Ya'ni bu sizlarda bag'anaqa kompyuterlarda command prompt ishlatgandik o'tgan saboqlarimizda. Sol command prompt deganimiz demak command prompt demak mana yerda masalan men qarasam masalan ping qilib turib Cisco sayti joylashgan serverga men ne jibirib mumkin, bitta bir xabar jibirib ko'rishim mumkin. Ham Cisco nesi joylashgan sayti joylashgan serverda menga demak javob keladi. Yoki bo'lmasa Qoraqalpog'iston misolida oladigan bo'lsak, masalan ping qilmoqdan demak sayti demak Karsu o'zi demak joylashgan saytning IP adresini ne qilayotgan bo'lsak, sol serverga demak ma'lumot jibirib, demak bu serverdan demak ma'lumot olishimiz mumkin. Demak, shunday ping komandasi demak biz ya'ni bizning hozirgi ishlayotgan kompyuterim mening server arasida balans bor ekanligini tekshirib ko'rish mumkin. Okey. Bu hozir ochilib ketgani uchun so'nroq davom etdim. Endi bu CLI ya'ni command line interfeysida men routerdan operatsion sistemasına kirdim. Ya'ni router ya'ni marshrutizator yoki switch yoki kommutator bularda kompyuterga o'xshagan tarmoq qurilmalari bo'lib, bularning o'zining operatsion sistemalari bo'ladi. Ya'ni bizlarning kiritadigan har xil sozlamalarimiz sol operatsion sistemasida ya'ni buning o'zining tekrar fayllari bor, running config, startup config sol fayllarida saqlanadi. Bular haqida keyingi saboqlarda kengroq ma'lumot beraman. Hozircha biz routerning operatsion sistemasına kirdik. Ham birinchi bizdan so'raladigan so'rov, ya'ni sozlamalarda, ya'ni konfiguratsiya qatorlarini, komandalarini qo'ldan kiritasam yoki dialog rejimida kiritasam degan bu so'rovga biz no deb javob beramiz yoki qanchadir vaqt kutsak, bu vaqt o'tib ketadi. Ham bizga endi enter deb bosing, ya'ni return knopkasini bosing deb turibdi. Ya'ni return knopkasi orqali biz o'zimiz endi qo'ldan kirituv rejimiga o'tdik. Ya'ni biz hozir routerning operatsion sistemasına kirdik. Eng birinchi kirgan vaqtimizda bu routerda ya'ni marshutizatorda birinchi
rejimi, ya'ni birinchi modi deydi ingliz tilida. User modi, ya'ni foydalanuvchi rejimi. Bu foydalanuvchi rejimida qandaydir bir komandalar kiritishimiz mumkin, ya'ni sazlamalar qilishimiz uchun. Bularning hammasini tizimini ko'rishimiz uchun biz so'rov belgisi tak endi so'rov belgisini men izlashim kerak bo'lishdi. Bu klaviaturada sal asqashalov ekan. Tak buning uchun okey. So'rov belgisi menda to'g'ridan to'g'ri demak hozir endi bundan boshqa vaqtimda chiqdi shekilli. Demak bu emas. Buni bassam, okey, so'rov belgisi demak to'g'ridan to'g'ri shu klaviaturamda ekan. Okey. So'rov belgisini bassam, ma'gan bu routerning foydalanish rejimida qaysi komandalarni kiritish mumkin, qanday amallar ishlash mumkinligi haqida ma'gan demak komandalarning spiskasi, ya'ni tizimini beradi. Bu yerda boshqa komandalarning hammasini keltirgan ingliz tilida. Kerak bo'lsa keyinchalik o'qimasangiz bo'ladi. Lekin bo'lsa keyingi saboqlarimda tushuntirishga harakat qilaman. Hozircha men bu komandalarning ichida enable komandasi orqali men privileged modga o'tacaqman, ya'ni yuqori darajali rejimga, yuqori rejimga o'tacaqman. Ma'gan demak enable komandasi kerak. Enable komandasini terim orqali men yuqori rejimga o'taman. Yuqori rejimda, ya'ni privileged modda bu yerda so'rov belgisini qo'ysangiz, bu rejimda qarasangiz, e'tibor berib qarasangiz, bag'anaqa rejimga, ya'ni foydalanuvchi rejimga qaraganda ko'proq komandalar terishi mumkin. Bu yerda har xil komandalarimiz bor. Bularning hammasi haqida aytib o'tirmaymiz. Bizga kerakli bo'lgani bundan keyingi rejimga o'tishimiz uchun, ya'ni konfiguratsiya, ya'ni global konfiguratsiya rejimiga o'tishim kerak, ya'ni bir sazlamalarni keltirishim uchun. Ya'ni enter configuration mode, ya'ni konfiguratsiya rejimiga o'tishim kerak, ya'ni configure, undan keyin demak terminal komandasini configure terminal komandasini terim orqali men global konfiguratsiya rejimini o'tib oldim. Endi bu yerda men tekrorgi sazlamalarimni sol yerda o'rinlaymiz. Ya'ni biz birinchi o'rinda bu yerda so'rov belgisi orqali qaysi komandalarni ishlashimiz mumkin, ya'ni qaysi komandalarni qo'llanishimiz mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Tekrorgi mening hozir foydalanayotgan komandalardan eng birinchisi host name, ya'ni host name deganim men routerning atini o'zgartirib oldim. Ya'ni operatsion sistemada men hostname komandasi orqali operatsion sistemada routerning o'rnina men endi o'zingizning atingizni yozib, ham undan keyin R1 yozsam, demak men ishlayotgan routerimning demak atini o'zgartirib oldim najida. Bu degani mening mana yoqda ko'rinib turgan atni o'zgarmadi. Bu yoqda ko'rinib turgan atni o'zgartirish uchun akbayi so'ng atni bosib, najida atingizni yozib, najida demak R1 orqali demak o'zingizning routerga at qo'yib olsangiz bo'ladi. Hozir bu yerda qilayotgan amalim, ya'ni hozircha bizda bir g'ana router bo'lganligi uchun bu yerda juda farqi shamoli, lekin ko'z oldingizga keltiring, administrator, ulkan korxonaning administratorida bir necha routerlar bor. Bu bir necha routerlarni sozlagan vaqtida routerlarni bir-biridan ajratib olish uchun, demak qaysi routerda sozlayotganini bilib turish uchun, demak bo'lgan atlarni demak o'zgartirib qo'ygani, demak administrator, ya'ni tarmoq administratori uchun ahamiyatli hisoblanadi. Okey, birinchi komandamiz hostname bo'ldi. Ikkinchi komandamiz, ya'ni ikkinchi o'rnatgan amalimiz bizning tekrorga bu yerda nemiz? Bu portlarga IP adres beruv. Okey. O'sha yerda demak paket tracerning yana bir aytib ketadigan qo'shimcha imkoniyatlarini aytib ketishim kerak. Demak, o'tgan saboqda simulation rejimini aytib ketib edim. Endi bu saboqda paket tracerning qo'shimcha imkoniyatlaridan biri biz qaysi portga, ya'ni qaysi interfeysga bu kabelni qo'sdiq so'lardida ko'rib turishimiz mumkin. Buning uchun avvaliga menyu qatorida options menyusiga boramiz, ham bu yerda preference menyusini tanlab, bu yerda paydo bo'lgan toza menyu aynasidan biz endi always show port label, ya'ni
Bizning har bir portimizning qaysi port ekanligini, demak qaysi bu simlarimiz qaysi portga qo'shilganligini ko'rsatib tur degan shartini belgilab o'tiribmiz. Ya'ni sol orqali biz bu portlarimiz, ya'ni simlarimiz qaysi portga qo'shilganligini bilib oldik. Bu bizga hozir, ya'ni routerda sozlab o'tirgan vaqtimizda ahamiyati ko'p. Ya'ni biz routerimizning chap tarafi, o'ng tarafi demak ikki har xil portga qo'shilgan. Qaysi portga qo'shishimizning nesi farqi yo'q. Tek qaysi portga qaysi tarmoq qo'shilganini ham qaysi portga qaysi IP adresni berishimiz uchun bu kerakli. Ya'ni qaytaman. Men oldingi demak routerimning operatsion sistemasini qaytdim. Ham bu yerda men birinchi bo'lib mana tarafni, chap tarafidagi 192.168.25 degan tarafni demak IP adres beracakman. Ya'ni bu yerda yuqoridagi ko'rgan komandalarimizdan demak interface komandasini islataman. Ya'ni bu orqali men interface'ga kiraman. Ya'ni interface komandasini terdim. Ham Gigabit Ethernet 001, ya'ni Gigabit Ethernet 001 portuna yoki interfaysini kirdim. Endi bu yerda men teruv mumkin bo'lgan bir necha komandalar bor. Ya'ni tarmoq administratori bu interfaysning har xil sozlamalarini demak qiluvi mumkin. Masalan, bizga hozir kerak bo'lgan IP adres berishimiz uchun IP komandasini tersam bo'ladi ekan. Ya'ni bu interfaysga, ya'ni Gigabit Ethernet 001 interfaysini men IP bundan keyin demak so'rov belgisini qo'ysam, demak keyingi komandani bilmaydigan bo'lsam yoki esimdan chiqqan bo'lsa, so'rov belgisini qo'ysangiz, demak IP komandasidan keyin qo'shimcha yana qaysi komandalar terishimiz mumkin degan nelar chiqadi. Ya'ni men IP adres berishim kerak. Ya'ni IP ni terdim. Undan keyin demak adresni terishim kerak ekan endi. Ya'ni qarasangiz bo'ladi. Buni ingliz tilida yozgan. Set the IP address of an interface. Ya'ni bu interfaysga IP adres berishimiz uchun IP adres komandasini kirit deb atiribdi. Okay, IP adres komandasi orqali men IPv4 adresini bu interfaysga o'rnatishim mumkin ekan. Ya'ni qaysi IP adresni beramiz? Bu tarmoqdagi eng birinchi yoki eng oxirgi IP adresni bersam bo'ladi. Ya'ni bu tarmoq administratorlari orasida qabul qilingan, ya'ni yozilmagan qoida desak bo'ladi. Ko'pincha buni qalagan adresni bersak bo'ladi, lekin tarmoq administratorlari tarmoqda, sol lokal tarmoqda yoki eng birinchi yoki eng oxirgi IP adresni router uchun, ya'ni bu tarmoqda qurilmalar uchun default gateway adresini rezerv qilib qo'yadi. Ya'ni men hozir 192.168.25.1 adresini berib o'tiribman. Bu tarmog'imda eng birinchi adres. Ham maskasini keltiraman. 255.255.255.0 maskasi. Demak, men bu interfaysga demak IP adres berdim. Kerak bo'lsa yana boshqa komandalarning ishida bag'ana ko'rganingizdek description degan komanda bor edi. Buni da keltirib ketishim mumkin. Description deganim ya'ni administrator o'zi uchun ne qilishi mumkin? Aniqlama berib ketishi mumkin. Bu interfeysim orqali qaysi tarmoqqa qo'shilgan, ya'ni routerning bu interfeysi qaysi tarmoqqa qo'shilgan. Ya'ni men buni LAN 1, ya'ni lokal tarmoq 1 deb qo'shib qo'yishim mumkin. Okay, description berdim. Bundan keyingi e'tibor berib qaraydigan komandamizdan biri, ya'ni e'tibor berib qarasak, bu yerda qizil belgi turibdi. Bularda jasl belgi. Wi-Fi switchda bir-birini qo'shgan vaqtimizda jasl switch chandida, demak bir-birining demak balans o'rnatilib ketdi. Hozircha qizil belgi bu demak bu switch ham router orasida balans yo'q ekanligini bildiradi. Ya'ni by default yoki по умолчанию routerni sotib olgan vaqtimizda, endi routerni sozlamasimizdan oldin жаңа routerimiz
har doim onun interfeyslari administrativ o'shib turadi. Ya'ni buni administrator qo'spagancha bu interfeysga qalagan simni qo'ssang, bu router bilan balans o'rnatilib ketmaydi. Ya'ni administrator o'zi IP adreslar berib, sozlamalarni qilib, har xil xavfsizlik sozlamalarini o'rnatib bo'lgandan keyingina bu no shutdown komandasi orqali bu interfeysni ishga tushiradi, ya'ni aktivlashtiradi. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, demak, jasl knopkasi yandi. Endi tab unday qilib biz bu yerdan chiqib ketamizda ikkinchi interfeysga o'tamiz. Ya'ni interface Gigabit Ethernet 000 komandasi orqali ikkinchi interfeysga o'tamiz. Ham bu yerda demak IP adres beramiz. Ya'ni bu yoqda endi ikkinchi tarmog'imiz, ya'ni 172.16 172.16.15.1 255.0 edi. Ham buni da demak aktivlashtiramiz. No shutdown komandasi orqali demak buni da aktivlashtiramiz. Endi bizning tekror qilajak bo'lgan bu saboqda qilajak bo'lgan ishimiz bir tarmoq bilan ikkinchi tarmoqni router orqali baylanishtiruv edi. Tekrorgi amalimiz routerning interfeysini IP adres berib, ham uni aktivlashtirishimiz kerak edi. Biz router ustida amallarni o'rnab bo'ldik. Endi bizning qiladigan isib ko'radigan amalimiz bu boshqa tarmoqdagi kompyuterdan ikkinchi tarmoqdagi kompyuterga ma'lumot berib ko'ramiz. Ya'ni yuqorida ma'lumot berilmagan 172.16.15.11 komandasini qaytadan o'rnab ko'ramiz. Demak, buni bassam, demak, bu ma'lumotim bir lokal tarmoqdagi qurilmadan ikkinchi lokal tarmoqdagi qurilmaga yetib boruvi kerak edi. Biroq hozircha yetib bormadi. Buning sababini hozir juda yaxshi, shunday xatoliklar bo'lsa, juda yaxshi bir ko'ramiz, qayerda xatolik ketdi. Ya'ni simulation rejimini o'tamiz, bag'ana o'tgan sabog'imizdagidek. Ham bu ma'lumotimizni qaytadan berib ko'ramiz. Bizda qay yerda xatolik ketganini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni 172.16.15.11 ga beramiz. Okay. Endi xatolikni demak, okay. Buni jiberib ko'rimdan oldin jiberib ko'ramiz, o vaqtda yilida aniqroq bilsangiz bo'ladi. Buni jiberib ko'raman. Simulation rejimida, ya'ni simulation rejimining ne uchun kerakligini ham o'sha yerda yaxshilab bilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni simulation rejimi orqali biz xatoliklarimizni aniqlashimiz mumkin. Ya'ni ICMP paketi, ya'ni ping paketi tayyor bo'ldi. Biroq endi buni jiberaman desa, bu jibera olmaydi. Sababi ko'rib turganingizdek, bag'anagi satimiz paydo bo'lib o'tiribdi. Bizda tarmog'imizda router bor. Routerga IP adres berildi. Biroq degan joyi bor. Biroq biz yili ne'g'ildik. Bag'anagi kompyuterlarimizga, ya'ni serverlarimizga IP adreslarni sozlagan vaqtimizda default gateway degan yerini bo'sh qoldirib yedik. Endi sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumot, demak, sol default gateway, ya'ni real time rejimini qaytib tura beraman. Real time rejimda tezroq bo'ladi. Ya'ni bu kompyuterimda ya'ni bu cmdan javob turamanda, ya'ni command promptda javob turaman. Ham IP configuration ga qaytib kelamanda, bu yerda bu tarmoq adresi maskasi keltirildi, biroq default gateway keltirilmadi. Ya'ni bu yerga 192.168.25.1, ya'ni routerning bu tarmoqqa qo'shilgan interfeysining IP adresini berishim kerak edi. Demak, soni bersam ham okey, buni berib bo'ldim. Buni javob beraman. Ham undan keyin ikkinchi tarafda hozir men 11-chi kompyuter bilan bu kompyuter bilan ma'lumot almashga harakat qilyapman. Buni da demak usunday sozlamalarni o'zgartiramiz. Najada demak 172.16.15.1 IP adresini kiritamiz.
Bundan keyin buni da javob tursam bo'ladi. Endi buni javob tursam bo'ladi PS4da. Endi qaytadan bundan bo'lgan jibersam, menda okey, simulation metodga o'tib o'tirmayman. Demak, bu yerda men PS1 orqali endi command prompt bag'anaqa nimaga qaytib keldim. Ham ma'lumotimni qaytadan jiberib ko'raman. Endi jibersam, bu ma'lumotlar PS1dan, ya'ni birinchi kompyuterimdan boshqa tarmoqdagi ikkinchi kompyuterimga ma'lumotim yetib bordi. Demak, yetib bordi. ARP proseslerini ko'rib o'tirmaymiz, sababi bu yerda ARP prosesini o'zi o'tkazib jibirdim real time rejimida. Endi simulation rejimini o'tib, qaytadan birinchi kompyuterga kelib, birinchi kompyuterda command prompt tanlab, qaytadan demak bag'anaqa ma'lumotni jiberishga harakat qilsam, ham buni demak real time rejimida ko'rsak, to есть simulation rejimida ko'rsak, qadam-be-qadam demak ICMP bu switchga jiberadi, switch default gatewayga, ya'ni standart shluzga, ya'ni routerga jiberadi. Routerimiz o'z gezegida bu ikkinchi tarmoqdagi sol kompyuterga to'g'ridan-to'g'ri jiberadi ma'lumotni. Sebebi ARP protsessi o'tib ketdi. Ondan keyin demak bu ma'lumotimiz bu yerdan demak bu PS4 demak ma'lumotni qabul qildi, ham bo'lgan ma'lumotni jiberib atribdi. Bu ma'lumotlarni ya'ni simulation rejimida qalasangizlar, yana bir ne ko'rishingiz mumkin. Qaragan masalan PS4 masalan qarasangizlar add device, ya'ni PS4 qurilmasida ICMP paketi bag'anaqa nedi qarasangizlar, demak ICMP protokoli bu 3-qatlamga tegishli o'zi modeli kelasiga ko'proq ma'lumot bermadim. Ya'ni bu ma'lumotni qabul qildi. ICMP request edi, ya'ni javob izlamayotgan talab edi. Bu adresdan qabul qildi, 11-adresdan, 11dan ham buni demak bo'lgan javob qaytardi. Men barman tarmoqda deb, demak bu haqida demak ma'lumot berdi. Bularni hammasini analiz qilib keyingi saboqlarda ko'ramiz. Keyingi ma'lumotimiz routerdan bo'lgan boradi switchga, switchdan bu routerga qaytib keladi. Undan keyin kompyuterda qarasak, demak kompyuterimizda demak birinchi ma'lumotimiz yetib keldi. Bundan keyingi ma'lumotlarimiz endi ikkinchisini davom etsak, demak ikkinchi ma'lumotimiz ketadi. Demak bu ma'lumotlarimiz bir-biri bilan baylanishli o'rnatadi. Demak, bu 4-sabog'imizda paket tracer qurilmasida routerdan sozlamalarni ko'rdik. Ham default gateway yoki masalan standart shluzning ahamiyatini ko'rdik. Routerni o'rnatib bo'lib ham agar standart shluzda yoki default gatewayda kompyuterlarga kiritmasak, sozlamalarni kiritmasak, ya'ni bu kompyuterlarga router orqali ma'lumotni chiqarib jibera olmaydi. Ya'ni routerimizning ikki xizmatining biri, demak birinchi xizmati ikki lokal tarmoqni bir-birini baylashtiruv, ham ikkinchi xizmati bu sol lokal tarmoqlar uchun chiqib ketuv darvozasi yoki esigi yoki default gateway vazifasini bajarayotganini ko'rdik. Demak, hozircha usti materiallar 4-sabog'imizda bo'ldi. Bundan keyingi sabog'imizda amaliy turdagi saboqlar bo'ladi. Hozircha undan keyingi saboqlarimizda teorik ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Demak, keyingi sabog'imizda biz ikkinchi routerda iski qo'sib, ikkinchi routerda qo'sib, ya'ni bir router, ikkinchi router sol orqali demak bu tarmog'imizga ma'lumot yetib boruvini baqlaymiz, ya'ni o'rganamiz. Demak, hozircha sizlar bilan demak xo'shlashamiz. Keyingi saboqda ko'rishguncha xo'sh bo'ladi deb demak shu yerda to'xtatamiz.